Bugun sizlar bilan futbol kanali. Bugun biz botlar bilan o'ynab, necha hisob bo'lishini ko'ramiz. Qani ketdi. Sevilyaga qarshi o'ynaymiz. Real Madridmiz biz. Garchi tarkiblar to'siz olamiz. Ronaldo to'p buzadi. Bastonidan pas. Ronaldo gol uradimi? Chetdan Pushka Primedan. Garchi gol ura olmadik. Va tepmoqda. Biz ham tepamiz. Qani ketdi. Hop sol ekan. Ora tomoni. Alex. To'p chiqarib olamiz. Avtomoqda ketdi. Ronaldo. Enasini emsin. Davay. To'rga bir qolib ketdik. Shirilar yo'q. O'zimiz zarba beramiz. Gol! Super darajadagi gol va golni qayta ko'radigan bo'lsak, necha metrdan bo'lganini ko'ramiz. To'rga bir qolib ketdi. Ana bechorani choti ochilib qoldi. Voy bele. Varada ham to'solmay qoldi-yu. Botlar gol tuzordi. 5-0 bo'lar shu o'yin, ishonaveringlar, gapimga garantiya. Sevilya pas. Varatamon yaxshi, atak Alisson. Pas bermoqda va Ronaldo. Ketdi. Bastoni. O'zlaricha bizga hujumga o'tib qoldi. Ronaldo, nima qilganing bu? Ketdi. Xato bu. Atak sov yana egallab olmoqda. Va garchi mana Rodrigo. Botlar bittadek qilib qoldi-yu. Garchi menga 5 gol ham yetadi. Xan tomon pas, Xan sekin chotdan o'tib ketadi, bilamiz. Bitta o'zi eplab ketyapti-yu, bu qanaqamanda, Botlarga ham urush kayf ekan va atak pas beradi, chunki u bot, bilamiz. Holland. Garchi Holland to'pni chiqarib olmoqda. Pas berdi va birinchi taym tugadi, ikkinchi taymni ko'rishguncha xayr. To'p yana ularda va bizda pas berilmoqda. Carvajal ketdi. Klub o'ynaylik. Bastoni, Alisson tepmoqda. Meni sheriklarim botlarga gol urmasligim uchun kuldirishmoqda. Atak. Ronaldo, Vinicius, Vini. Latta, shuni ham urolmaysanmi? Bellingham, Ronaldo, Vinicius. Ronaldo garchi ketdi. 3-gol urilmoqda. Yana 2 gol ursa, zadaniyani bajargan bo'lamiz. Qani ketdi. Vinicius tomon pas. Bellingham yana bormoqda to'pga. Garchi Bellingham, Carvajal, Ronaldo. Bastoni. Viniciusga pas, yana o'sha Vinicius. To'p ketmoqda ularda. Valverde.
Aytgancha like va komment yozish esdan chiqmasin. Obuna bo'lib qo'ying. Karchi pas, Ronaldo. Karchi yana bitta gol ursam va'damdan chiqqan bo'laveramanmi, jiyanlar? Araujo o'yin tugamoqda. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Like va komment yozish esdan chiqmasin. O'yinning eng yaxshi futbolchisi Cristiano Ronaldo. Короче, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, like va podpiska bosish esdan chiqmasin.